Aziz do'stlar, Zo'r TVda ertalabdan salomda sizni nafaqat kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz, balkim sog'lig'ingiz uchun foydali bo'lgan, kunni salqinida, qish kunlari iste'mol qilsa bo'ladigan taomlarni ham sizlarga tavsiya qilamiz. Bugun ana shunaqa oshpazlarimizdan Obidjon o'zimizni qadimgi moch kichirilarni tayyorlab berdilar. Qayerdadir kichiri deyiladi, qayerdadir moch kichiri deyiladi. Ammo foydali taomlardan. Mana moch kichirimiz pishdi. Bu kecha uyda Obidjonning xonadonida boshlangan moch kichiri va bugun bu yerga kelib finalini, nihoyasini ko'ryapmiz. Qalin bo'lib ketdi Obidjon. Bu qon bosimni oshirmaydi. Davleni ko'tarmaydi. Limoni bor shunga. Ha, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak. Kuchli ovqat. Shunaqa. Kuchli ovqat, o'shaning uchun mana limon bilan yoniga bitta limon choy damlab olib, Voy. unga mana qiymali padivalar no'xat bilan. O'zi ana pomidordan qizil qilib solinardi, ha? Shunaqa. Lekin bu chiroyli bo'lish uchun ham no'xat, ham qiyma, hamda turplari bor. Qo'lqopim bo'lganda o'zim terib tashlardim. Ana. Cherry degan pomidorchalardan ham chochib qo'ysangiz, tabga qarab xullas kalam. Bu dunyoda hamma narsa tabga qarab. Taomlarni qanday bezatish bu o'zingizga bog'liq. Muzlatgichni shuni ochasiz, nima bo'lsa, hech bir qolmagan bo'lsa muzlatgichingizdan pishmagan xom tuxumni olib yaxshilab yuvib tashlab ustiga qo'yib qo'ysangiz ham chiroyli ketaveradi. Vaqti kelganda pishirib yeb qo'yaverasiz. Obidjon, albatta, hozir buni tatib ko'ramiz. Avvalbosh sizga rahmat, salomat bo'ling. Ana shunaqa chiroyli taomlar qilib berganingiz uchun. Bu taomni yeb iste'mol qilib ko'rish uchun odam o'ziga sharoit yaratib olish kerak. Yo chiroyli musiqa o'qib turish kerak, yo bahor ifori degan bolalar ansambldan bitta chiroyli raqs tomosha qilish kerak. Ana shunda moch kichiri zo'r ketadi. Qarshi emasmisiz? Вся девчонка посвящается!